Shahrimizning jonkuyar va fidoyi insonlardan biri bo'lmish deputat Qo'ylibek Qultoyev yana bir favqulodda taklif bilan chiqdi. U bu safar bekorchi kishilarga soliq solish kerakligini ilgari surdi. Mashhur aktrisa Nozigul Uchincheri bilan ajrashishga qaror qildi. Uning Instagramdagi kuzatuvchilari bu voqeadan chuqur qayg'uga tushgan. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, hech kim tanimasada juda iste'dodli yozuvchilarimizdan biri Jobir Sobirning Qismat qurbaqasi kitobi ham chop etildi. Shahrimiz chekkasida qad rostlagan yangi 10 qavatli uy ochilish marosimi vaqtida qulab tushdi. Bu mudhish voqeani aybdorlarni topish ishlari allaqachon boshlab yuborilgan. Bizda faqat noxush xabarlar bilan bugungi kunimiz o'tkazmaymiz, balki faxrli xabarlarimiz ham bor. Matematika olimpiadasida g'olib chiqqan 12 yoshli bola 2 ta tarvuz va 3 ta qovun bilan taqdirlandi. Hozir siz eshitgan xabarlar Ko'zobod yurtining voqealari. Bu kitob sizni balki kuldirar, lekin juda achchiq va alamli kuldiradi. Dardisar.